Lekin rosa maqtashuvdi shu HXX marketda. Nima qosil o'zi? Nima bu? Bu odam bugun bekor zakaz qilmadi. Bugun sizlar bilan HXX marketdagi yangi chiqqan naborlarni obzor qilamiz. Aytishligi bo'yicha bu do'kon barcha do'konlarning narxini sindirib tashlagan holatda juda ham arzon narxga sotishayotgan ekan. Shuni sinab ko'rish uchun mana buyurtma qildim va afsuslandim. Nima uchunligini esa videoning oxirida bilib olishingiz mumkin. HXX marketda shahar bo'ylab 5 ta filial mavjud bo'lib, dastavka xizmatligi ham mavjud ekan. O'zim tanlagan xuddi shu naborlarimni dastavka qilib uyimga eshigini tagigacha tashlab ketishdi. Va bu yerda men 6 kishilik nabor etganman. Katta tarelka, o'rtacha tarelka, kichkina tarelka, kosasi, piyolasi hamda ikkita lotkasi. Piyolalardan esa 2 hissa ko'proq e'tiborgan edim. Bu idishtovoylar qo'limga juda ham chiroyli bo'lib yetib keldi. Nima uchun afsuslanganimni aytadigan bo'lsam, bu do'konda narx-navo arzonligini bilmagan ekanman. Hamma narsa deyarli 10-15 ming so'm atrofida ekan. Hech qayerda bunaqa narx yo'q-ku. Shu hamma idishtovoylar menga attiga 600 ming so'mga tushdi. Bitta shu bir kishilik nabor esa 85 mingga olsa bo'lar ekan. Ammo bo'lsa shuncha payt qimmat do'konlarda tashib yurgan ekanman. Agar sizlarga ham man tanlagan idishli to'plami va uni narxi yoqqan bo'lsa, 10 tomonda yurishni qizartirib keturasizlar.